Otam esa shunchaki qo'rqardi. Ozod ayol sifatida nega bunday kiyinishing kerak? Nega erkak kishiga buni o'zingga kiydirishiga ruxsat berding? Chunki Xudo buni kiyishingni xohlamaydi. Erkaklar buni kiyishingni aytishgan. Men buni Xudo uchun kiydim. Hammasi yaxshimi dedim. Dadam esa sen baribir Xudoning oldiga borishing mumkin, lekin bunday borishing shart emas-ku dedi. U mening nikohimdan xavotirda edi. Sen xizmatkor bo'lasanmi? Bilasanmi, sen xizmatkor bo'lishing mumkin. Yana u mening barcha qizlarim kuchli ayollardir dedi. Men esa siz buni tushunmaysiz dedim. Lekin subhanalloh, dadam bilan o'lim to'shagida gaplashib oldim. Subhanalloh, men unga Fotihani o'qib berdim. Uning qo'llaridan ushlab ko'zlariga boqib, Allohga bo'lgan sevgim va ma'naviyatni u bilan bo'lishdim. Otam Xudo bitta. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Xudoning oxirgi payg'ambari va Iso alayhissalom ham payg'ambar ekanini aytdi. Shunday qilib Alloh hamma narsani bilguvchidir. U bularni arab tilida aytmadi. Men esa majburlamadim. Lekin u menga doimo Iso alayhissalom payg'ambardir deb aytardi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlar ichida eng ulug'i dedim. U esa ha, bunga ishonaman dedi. Otam vafotidan so'ng tushimga kirdi. U kishini uch imom yuvayotgandi. Undan nur taralardi.